Uyda agar xotin bo'lmasa degan she'rim bor edi. O'sha vaqtlarda Andijonga Hojiboy Tojiboyev konsert qo'ygani kelgan. Hali andijonliklar do'ppisi ham podplyonka, pastasi ham podplyonka deb aytgan vaqtida konsertdan keyin intervyu olishgan ekan Andijonnomaga. Hojiboyevni ayollar erkaklarga taqlid qilmoqda degan bitta varaqqa nimasi chiqqan suhbati. O'zini rasmiman. Shuni yoniga uyda agar xotin bo'lmasa deb Sodirjon Sattor deb haligi suhbatning davomiga men she'rim chiqqan. Eslaysiz mana she'ringiz? Qanaqa edi aytib bera olasiz? Bir kunimiz o'tar do'stlarim, gaz bo'lmasa, o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Topolmaymiz hatto xom choyni. Kim tozalar shimdagi loyni? Bir tiyinga olmaymiz oyni uyda agar xotin bo'lmasa. Tinglamaydi aka ukamiz, dardimizni kimga to'kamiz? Maza qilib kimni so'kamiz uyda agar xotin bo'lmasa. Erkakmiz deb ko'hrak keramiz. Rizqimizni eplab teramiz. Topgan pulni kimga beramiz uyda agar xotin bo'lmasa? Javob yo'q bu oddiy savolga. Yurak boshlar ming xil xayolga. Gap otamiz qo'shni ayolga uyda agar xotin bo'lmasa. Bilolmaymiz kimga nolishni. Eplolmaymiz joy ham solishni. Erkalaymiz sho'rlik bolishni uyda agar xotin bo'lmasa. Bola chaqa uxlamas aslo. Multfilm yo ertak bo'lmasa, xotinlar ham chidamas bir kun uyda agar erkak bo'lmasa.